tarkibi moddalardan iborat. Ma'lum bir shakliga ega bo'lgan narsa. Buyur. Men aytgan qoidani yodlab olishga harakat qilish kerak. Bilmasangiz o'zingiz tushunchangiz aytib turing hozircha. Tomonidan ishlatiladigan jismga Jism buyum deyiladi. tarkibi moddadan tashkil topgan inson ehtiyoji. Mana buyum nima degani o'shanga javob. Sizlarga agar o'qigan bo'lsalaring, she'rda kimyoviy birikma nima? Kimyoviy birikma nima? Kimyoviy birikma nima? Masalan, moddalardan tashkil topgan, har xil moddalardan tashkil topayotgan bo'lsa, kimyoviy birikma bo'ladi. Biriksa. Mol deymiz, ha? Nima edi? Mol 6,02 10 üstü 23 ga teng. Yo'shini cham qo'ydi. 6,02 10 üstü 23 ga teng. Shu miqdorida bo'ladigan miqdoriga mol deyiladi, bu ham qo'ydi. Hech qanday emas. Qiymati nechiga teng? Avvalida son qiymati Turib beramiz. Nechiga teng? 6,02 10 ko'paytirilgan 10 üstü minus 20 şu plus 20. Ha, 20 şu plus ham deb o'tirmaymiz, 20. Qonunni so'rayapsizmi? Yo'q. Avvalda son hali qonunga o'tgani yo'q, hali qonunga vaqtimiz bor bizlar. Qonunlarni o'tamiz, polni qonunlar alohida o'tib boramiz. 6,02 ko'paytirgan 10 üstü 23 qiymati, uni birligi mol minus 1 bo'ladi. Mol minus 1 yoki 1 taqsim mol bo'ladi. Doskaga yozib-ku. Kim o'shani keltirib chiqarib bera oladi? Keltirib chiqara olamizmi? Kim orqadagi? Bir moldagi shu 12 grammdagi son kelib chiqadi. O'shaning qiymati 6,02 ko'paytirgan 10 üstü 23. O'zi aslida 6,02 va orqasida raqamlar bor bo'ldi. Biz yaxshilab olganmiz uni. Tushunyapsizmi? Demak, mana buni biz Avogadro soni sifatida qabul qilamiz. Har qanday moddaning, har qanday bu atom bo'ladi, molekula bo'ladi, 6,02 ko'paytirgan 10 üstü 23 tarsi necha mol deyiladi? 1 mol deyiladi. Miqdori bilan massa orasi bog'liqda ayting siz. Ha, turing. Tortmang. Niye bilmaysiz? Bormi deysiz? Ha, yana keldingiz. Qarang. Olib ketyapsiz. Siz ayting. Ha. Qani modda miqdori bilan bu massa orasi bog'liq. Xohlasangiz chiqib yozishingiz mumkin. Eshitmayman, bugun boshlaymiz misol. Uni bilishdan kerak. Sizchi? O'tir. Kim aytadi o'sha modda miqdori bilan massa orasi bog'liq? Buni обязательно siz nima bilishingiz shart, o'rganib kelish. Modda miqdori, noma'lum modda miqdori, noma'lum modda massasini x noma'lum modda, uning molyar massasiga bo'lgan nisbat. Birligini chiqaramiz. Massani birligi gram, molyar massani birligi gram taqsim mol. Kasrga bo'lishni bilsangiz bu yerda qanday bo'ladi? Gramlar ketadi. Masalan, gram taqsim 1 и gram taqsim mol. Gramlar yeyishib ketadi-ki, birlik mol tepaga chiqadi. Matematikani bilamiz-a? She'rda men aytdim sizlarga molyar massani topishni dedim. Mana buni raqam ham qo'yib qo'ydi. Agar kim matematikadan juda ojiz bo'lsa, qiynalsa, raqam qo'yib turgan bo'lsa dedim, hech bo'lmasa. Molyar massa, noma'lum modda molyar massasi nima edi bu? Qancha kerak emas bizlarga? Nima kerak? N ko'paytirilgan n. Yo'q, n taqsim n. Ko'rdingizmi? Atena n deganingizda men atena kasrni o'chirib oldim. Qanday nima degan? n taqsim. Ikki joyda almashadi. m(x) taqsim n. Buni esdan chiqarmang bolalar. Bugun uyga berib olgan savollar, misollarim xuddi shunday edi. Bugun yechamiz o'shani. Ozroq. Ana bu yerda biz nimani topmoqchimiz? Massani topmoqchimiz mana. Tepadagi. Ikkalasini nimasi bo'ladi bu? Mol taqsim 1 desam bo'ladimi? Ha. Mol taqsim 1 desam bo'ladi. Bu degani, mana bunday o'tib ketgandan keyin qarang, tepada ham mol, pastda ham mol. Ikkalasi olib ketadi, qisqarib ketib qoladi. Mana matematika. Natijada nima bo'ladi? Formalarni hammasini siz yodlab oling. Bu formulalar hali hech nima emas. Mana eritmalarga kelgandan keyin formuladan formula yasayman. 4 ta 5 ta formulani bitta formula qilib qo'yaman. Siz bunga qo'yib yechib kelganingizcha qancha vaqt ketadi? Bitta formulaga shunday qo'ysangiz qanday ketadi? Qanday, natija qanday bo'ladi? Tushundingizmi bolalar? Shu narsaga e'tibor qiling.
Bu yerda yana bitta savol beraman sizlarga. Siz qo'lingiz molyar massa deb nega aytiladi? Molyar massa qarang. Aytilgan so'zga e'tibor qiling-da. Molyar massa. Bilamizmi? O'tiring. Sizcha? Molyar massa qarang, o'zi aytib o'tiribman. Molyar massa bir molning. Har qanday bir mol moddaning massasi uning molyar massasi deyiladi. Necha molni ekan? Bir molining massasi. Masalan, suvnikini o'shanda yozdik 18 gram taqsim mol molyar massasi. Men aytib o'tdim. MR H2O. Topishni bilamiz-a buni? Vodorodni nisbiy otim og'irligi 1 ga teng. Ko'paytiramiz. Bu nima edi? Indeks. Koeffitsient reaksiyalar oldin qo'yiladi. Men bugun aytamiz. Bugun tushuntiramiz. 2 plus kislorodning nisbiy atom og'irligi 16. Soni bu yerda necha turibdi? Bitta. Hech nima qo'yilmagan bo'lsa 1 deb. 1 bo'laman. 1 deb yozmasak ham bo'ladi. Chunki любой sonda 1 ga ko'paysak o'zi bo'ladi. Просто men yozdim. Ana bu nima bo'ladi? 18 gram 1 ga qarang mana. Tushundingizmi bola? Bu narsaga e'tibor qiling, bu elementar narsalar. Ertaga o'zlashtira olmaysiz keyingilar. Ikkoni farqi nimada? Ha, bu ham xuddi shunday hisoblanadi. 18 birligi Massa. to'g'ri. Massa atom birligi yoki yoki uglerod birligi. Relativiy nisbiy degan so'zni anglatadi.